Bugun siz bilan judayam mazali va tez tayyorlanadigan mayonezli salat tayyorlaymiz. Bizga kerak bo'ladi 2 dona tuxum. Tuxum ustiga 1 chimdim tuz solib, yaxshilab aralashtiramiz va qizib turgan skоворodkamizda pishirib olamiz. Pishib chiqqan tuxumni xuddi shu usulda kesib, somoncha shaklda to'g'rab olamiz. Endi bizga kerak bo'ladi 1 dona bodring, kolbasa, sir va hamda pomidor. Hammasini xuddi shu usulda somoncha shaklida to'g'raymiz. Pomidorimizni ichidagi go'shtini olib tashlaymiz, sababi suvi chiqib ketmasligi uchun. Endi hamma mahsulotlarimizni idishga birin-ketin solamiz. Ustidan mayonezni solib, yaxshilab aralashtiramiz. Ustini bezash uchun sirli palchikadan foydalandim. Agar xohlamasangiz, foydalanmasangiz ham bo'ladi. Salatlarimiz tayyor. Yoqimli ishtaha!